Xolodilningizdan bir kosagina qolib ketgan qatiqni topsangiz bo'ldi. Siz ham go'shtli pirogni xuddi shunaqa mazali qilib bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Retseptini esa men sizga qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni qatiqqa ichimlik sodasini solib aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Elangan un bilan sariyog'ni kroshka qilib olamiz. Tuz va boyaga qatiqli aralashmani qo'shib, yumshoqqina elastik xamir qora olamiz. Bitta katta, bitta kichkina zuvalaga bo'lib, salafanlab yarim soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Bu orada esa nachinkasi uchun mayin va yupqagina to'g'ralgan piyoz, go'sht, tuz va ziravorlar hamda o'simlik yog'ini solib aralashtirib qo'yamiz. Singan xamirni qalinroq qilib aylana shaklida yoyib olamiz. Duxovka listiga joylab, nachinkasini hamma joyiga teng qilib yetkazib olamiz. Ikkinchi xamirni kichkinaroq yoyib ustini yopamiz. Atrofini xuddi soch o'rgandek shunaqa qilib tugib chiqamiz. Bitta vilka bilan ustini chimdib chiroyli shakl berib olamiz. Usti yana ham yaltirab chiroyli chiqishi uchun tuxum sarig'ini surtib, rombikli joyiga aynan torto kunjutlardan sepib olamiz. Oldindan tepa-pasti teng yoqilib qizib turgan 180 gradusli duxovkada 45-50 daqiqa davomida pishirib olamiz.